Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kamina kamtaran ko'za jizzasi chekish faoliyati tugatildi va kecha kechqurun shoshilinch tartibda Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Katta Kumushkin emas, Kichkina Kumushkinga ish yuzasidan borib kelindi va ish faoliyat vaqtinchalik tugatildi. Shu sababli 2025-yil 8-noyabrgacha ish faoliyat butunlayga to'xtatildi. Ya'ni Kamina kamtarin ko'z ojizzasi avchik 8-noyabr kuni 22:48 O'zbekiston vaqti bilan va Toshkent vaqti bilan Toshkent Buxoro Qorako'l yo'nalish bo'yicha poyezd yo'lga chiqadi va 9-noyabr kuni soat 08:50 da yetib boradi. O'shangacha vaqtinchalik tanaffus e'lon qiladi. Xayr va salomat bo'ling. Kamina kamtarin ko'z ojiz dastlabki ish faoliyatini shunchalik darajada qo'llab-quvvatlab ko'rib borayotganingiz uchun, tomosha qilayotganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun minnatdorchiligini biladi. Kamina TST To'xtayev Shuhrat Tohir o'g'li. Xayr va salomat bo'ling.